Biz hozir mana skelettamiz. Yengilinglar. Qani Nima kelinchasi bormi, aka, yengilinglar? bolalarga podrastковый shortiklar so'raveradi, klientlarimiz so'raveradi mana. Shortiklar. Bu necha yoshdan necha yoshgacha? 9-12 yosh, Aha. 3-7 yosh. Bu 2 ipli ekanmi? 2 ipli, 100% paxta ekan. Kelgan, mana bu shortigimizdan bir 30 xil assortimenti bor desam ham adashmayman. Mana. Assortimentlari. Bu Supreme deyman-a? Da, shunaqa. Bu necha pul? Bu kiloga 150 mingdan, donasi 9 ming so'mdan chiqyapti. Donasi 9 ming so'm, kilosi. Mana qarang, har xil. Kilosi 150 ming, donaga shu 9 ming atrofida chiqyapti, to'g'rimi? Shunaqa chiqyapti. Bu sexish shekilli. Shunaqa. Tojikistonga yaxshi chiqarib turibmiz bundan. Razmerlarchi yo bitta standart razmerlar 2-5 yosh. 2-5 yosh. Mana bemalol bundoq ko'rsatib boring klientlarga. Hammasi shortikmi? Hammasi shortik, bir 30 xil assortimenti bor. Risunkasi har xilda, o'zgaradi risunkasi. Risunkalari har xil ekan. Keyin mana bunaqa asal futbolkachalarimiz bor, shortiklar bor. Tojikiston, Qirg'izistonga ko'proq olib ketishayotgan ekan mana. Assortimentlar. Mana har xil rasvetkalari bor bularning ham. Futbolkalar, Baby shortiklar. styleniki mana har xil. Qarang, assortiment juda ham ko'p. Bular ham pochkalar bor, to'g'rimi? Pochkada hammasi razmer, pochkada 4 ta bo'ladi. Kiloga 150 ming so'mdan, donasi 6 ming, 7 mingdan boshlanadi. Kilosi 150 ming. Keyin bizda takro bor, mana eksport mahsulot so'rashadi ko'p. Eksport mahsulotlar bor va mana takroni har xil ranglari bor. Tak, mana. Bular futbolka shortik biladi sotganlar. Sifati juda ham yaxshi. Ochib ko'rsatib beray. Shortikda cho'nchiklari ham bor mana. Mana. Shu risyumkasi 3 xil 4 xil, ranglari ham 3 xil 4 xil, pochkada 4 ta bo'ladi, kilosi 150 mingdan. Bu ana nariyoq tomondagi ular muskoymi futbolkalarmi? U yoqda podrastковый женский futbolkalarimiz bor. Murskoy futbolkalarimiz bor u yoqda. O'sha podrastковыйni ham Keyin men maykalarni ham ko'rsatib keting. Solovaynikini juda ham sifati yaxshi. 6 xil, 7 xil rangi bor bularning ham. Sifati zo'r. O'g'il bolalarning maykasi bor, qizlarning maykasi bor. Keyin Zolani futbolkalari bor. Bu muskoymi bular? Murskoy. Mana bu nimalar bor? Rosa zo'r materiali. Mana bu женскийlar bor keyin. Девичковый женский. Bular женский? Shunaqa. Bularchi bular? Bular женский, qizlarga. Bular ham женский. Подростковый qizlarga mana bular. Bucha tegidagi? Bu kattaroq yoshli ayollarga tushadigan женский futbolkalar. Bitta ochib ko'rsating ham. Chiroyli. Chiroyli futbolkalar ekan, uyga kiyishga, ayollarga. Agar kiyadiganlar bo'lsa. Mana. Assortiment ko'p, juda ko'p. Mana bularni ham ko'rsating, Zolaniki. Bular necha pul chiqyapti futbolkalar? Kilosi 150 mingdan, donasi 16 ming, 17 ming, 20 minggacha chiqadi. Men bilan mana 16 mingdan chiqadi. Narxlar zo'r lekin mana 16 ming, 20 ming so'mga futbolka. Men bilan вообще yengil o'tiradi. 15, 16 ming, 13 ming, 14 mingdan chiqyapti. Mana. Bularning ham razmerlari bor, to'g'rimi? Bor, hammasi pochkada. Bizda dona yo'q, hammasi pochkali. Voshie. Razmer. Keyin qarang, mana bu bodilar bor. Bodining ham ranglari juda ham sochniy ranglar, chiroyli. Mana. HB 100% bolalarga kiydirishga paxta mana. Modisga tikilgan ekan. Eksport mahsulotlar hammasi. Modis uchun ketgan bodilar. Yeng kaltasi ham bor buni. Assortiment ko'p. Mana yengi kaltasini ham 3 xil rangi bor, yengi uzunini ham 3 xil rangi. Buni kilosi necha pul? 150 ming so'm, donasi 6 ming, 7 mingdan chiqyapti. Kilosi 150 ming, eng kami 10 kilo olish kerak assortimentdan. Pochkalar. Donalar bo'lmaydi, mumkin emas. Mana Samoni ham futbolkalari bor. Samoni hamda одноtonisi bor. Ranglari bor 6 xil, 7 xil. Muskoymi Samoniki? Muskoy, hammasi muskoy. Buni ham bitta ko'rsating. Kilosi 150 mingdan. Mana shu ochiq turgan ekan. Mana ranglari. Samoniki. Razmer yopishtirib qo'ygan.
Bular necha pul chiqyapti? Bular 20 mingdan 22 mingdan chiqadi. Bu o'zi Dona narxi. lycra ekanda bu. Kilosi 150 Aha, ming. lycrali ekan, mana cho'ziladigan variantdan ekan. Shunaqa. 6-7 xil rangi bor buni ham. Samonikini ham. Supreme lycra ekan. Assortimentingiz ko'p. Kiloga 150 ming. Seni ham chiroyli polo futbolkalar bor ekan, подростковый. 9-12 yoshda razmeri. Bular hammasi pika ekan. 9-12 yoshga mana 150 ming kilosi. Kilosi 150 ming. Bitta donasi necha kilo chiqyapti mana assortimentda? Bitta fabrikada edimda, mol bo'lar. Muhsina? Donasimi? 18 ming. 18 minglarga aylanayapti mana polo futbolkalar. Hammasini eshitib turasiz. Mana hozir yangi tovarlarimiz keldi. Женский tepa-past dvoykalar bular. Mana assortiment juda ko'p. Mana mahsulotlar har xil gullari bilan, rasetkalari bilan. Mana 5 ta razmer Safia brendi M dan 3XL gacha ekan. Supreme dan женский pijamalar mana. Assortimentda. Hozir buni bittasini tortib ko'rsatamiz. 2XL shunda pijama necha pul chiqyapti bu yerda? 40 ming so'm. 40 ming so'm dvoyka. Tepa-past. Eng katta razmeri. Eng katta razmeri. Pijamaniki. Buni gullari ko'p. Bolalar uchun ham tepa-past komplekt mayka shortilar, futbolka shortilar kelgan. Mana gullari, assortimentlari. Mana. Assortimentlar. Jahongir bu necha yoshdan necha yoshgacha? 3, 5, 7 futbolka shorti, mayka ham alohida mana. Maykasi ham alohida bor. Eng kelgan mahsulotlar. Женский dvoykalar bular. Like, podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Bu videolarni tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Ularga manfaatli bo'lish uchun, keyingi videolarni ko'rib turish uchun podpiska tugmasini bosib qo'ysanglar, yangi videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Sog' bo'linglar.